Alloh bizga sinov berganda azizlar, bitta iltimos. Sizlarga bir qadrdon sifatida, do'st sifatida, iymondosh bir ukangiz sifatida juda mana shu so'zga ehtiyot bo'laylik. Ayollarda bitta yomon so'z bor, erkaklarda bitta yomon so'z bor. Ayollardagi eng yomon oxiratini kuydirib yuboradigan bitta yomon so'z nima bilasizmi? Erimlarni malik bo'ldi. Ketdi. U ayol tamom. Nolga tushdi. Ikkinchisi, erkaklardagi eng yomon narsa Allohning g'azabini keltiradigan. Ey Xudo, nima uchun meni sinayapsan dedimi? Erkakdan chiqadi bu problem. Nimaga menga kelib mengami, falonchigami, akamga emas, ukam, nimaga menga hamma og'irlik menga oilada? Nimaga menga hamma menga nima qiladi? Meni kim? Mana shu narsa ketdi bu odam. Mana shu tilga ehtiyot bo'laylik. Agar yurakdan, qalbdan chiqib qolsa, u odam chiragani mash bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'laylik. Allohdan savob umidda sabr qilsak, qiyomatda hamma havas qiladigan maqomlar beriladi.